Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa Toshkentdamiz. Qoraqamishga o'rnashtirdik darvozamizni. Juda ham ideal holatda chiqdi bu darvozamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom Ustoz shunaqangi xizmatlarda bemalol telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, darvozamizni ma'lumot qilib beramiz. Endi hurmatli aka-ukalar, darvozamiz o'zini bor bo'yiga 320, eniga 340 bo'ldi. Eshigimiz eniga 1.5, bo'yiga 320 bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, holatini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqqan bu darvozamiz. Mana holatini ko'rdilaring aka-ukalar. Endi materialiga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz tepasi 50 sm joyi ochilmaydigan bo'ldi. Holatini ko'rib turibsizlar. Bu darvozamiz 2 qavatli tosh lisli darvoza deyiladi. Hurmatli aka-ukalar, materiallarimiz, stoykalarimiz 10 ga 5 shiviller bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stena. Listlarimiz orqasidagi 2lik, bu betidagi cho'tir list bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Mobillarni ham ko'ryapsizlar, juda ham neobычный chiqqan. Kraskalarimizga xudo xolasa javob beramiz. Mokr asfalt kraska bo'ldi, kraskalari. O'rtalariga tumbalarni qo'yib, mana shunday dizaynda chiqarib berdik bu darvozamizni. Kimga qanaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqa chiqsalaring, o'zimiz albatta joylaringda razmerlarini aytsalaring, shunga qarab dizaynlarni chiqarib beramiz, hurmatli aka-ukalar. Eshigimizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli chiqqan. Yangi ideal. Samoglarimiz Islom Ustoz kanalida telefon qilganlarga bonus sifatida qo'yiladi. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1.400.000 so'mdan chiqadi, hurmatli aka-ukalar. Sababi profillarimiz 6 ga 4, 1.7, bu yerga 3 ga 2 chaspay qo'yilgan, bu yerga 2 2, bu yerga 2 2, bu yerga 1.5 ga 1.5, yana двойной list. Ko'rasizlar, o'zi 5 qatordan, 4 qatordan chaspayda o'zi ketganda, shuning uchun ozgina qimmatroq chiqadi bularning narxi, hurmatli aka-ukalar. Bitta dizayniga baho berib qo'yaverasizlar. Orqa qismini ko'rsatadigan bo'lsak, polniy kurgovoy stoykalari shiviller bo'ldi. Zamogimiz har doim zamogingizni ko'rib turibsizlar. Har doimgidek orqasi holatda ochiladigani bor. Darvozamiz, eshigimiz ichkariga ochiladi. Oldi darvozamiz kattasi tashqariga ochiladi. Sababi shaharda ko'proq tashqariga ochiladigan qilar ekan. Shuning uchun zakazga qarab tayyorlab berdik. Mana ochilgan holati bitta qo'ldan ochilyapti. Mana aka-ukalar, ochilgan holatda darvozamiz toshning uruviga o'rnashdi. Uruviga o'rnashgan holatida qayerga ochib olib kelib qo'ysa, o'sha joyda turadi. Bu yer ham bilmayman, 1-3 sotikmi joyi. Juda ham chiroyli qilib uy solishdi lekin. 3 sotik bo'lsa kerak mana. Bu yerda kiraverishda hojatxona, bu yerda kiraverishda oshxona, bu yoqda bitta mehmonxona, to'g'rida yana bitta mehmonxona, chap qo'lda bitta yotoqxona. Tepasiga 2-etajga chiqib ko'rganmiz yo'q, pastda ham podvallari ham bor ekan. Gideta chiqsa bir 7 metr, 8 metr chiqadi eniga. Bunaqasiga uzun ekan. 2 etajli qilib juda ham chiroyli qo'ygan ekan. Aka-ukalar, endi bu darvozamizni puliga keladigan bo'lsak, общий summasi 1600 dollarga olib o'rnatdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, og'a tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yasizlar.